Ota-onamizga nima kerak? Dasturxonda hamma bir xil ovqat yeydi, lekin organizmda hamma bir xil ehtiyojda emas. Ota-onamiz ko'p yillar davomida mehnat qildi, yelib yugurdi, bolalarim to'q bo'lsin deb o'zini unutdi. Endilikda ularning tanasi qo'shimcha quvvat so'raydi, lekin ular so'ramaydi. Taomlarimiz ratsionda doim bo'lishi kerak bo'lgan mahsulotlar: tuxum, baliq, jigar, qatiq, sut, yong'oq, sabzavot va albatta mevalar. Lekin har kuni buning hammasini to'liq ta'minlash qiyin. Shuning uchun ba'zan vitamin, mineral komplekslari va oqsilli mahsulotlar kerak bo'ladi. Yoshi kattalar uchun eng kerakli vitaminlar: kalsiy suyaklar uchun, magniy yurak va nerv uchun, D vitamini immunitet va suyak uchun, omega 3 miya, bosim, qon aylanishi uchun, B guruh vitaminlari quvvat uchun, oqsillar mushak va quvvat uchun. Ota-onaga vitamin olib berish bu shunchaki xarid emas. Bu burch, bu sog'liqlarini asrash, bu oz bo'lsa-da qarzingizni qaytarishdir. Sizning hozirda ota-onangiz bor ekan, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bugun e'tibor bering, ertaga kech bo'lmasin. 36 dorixonasi va Vita Family xodimlari sizning ota-onangizni yoshiga mos vitaminlar va minerallarni to'g'ri tanlashga yordam beramiz.